Parviz, shunaqa? Adashmadim? Parviz ekan. Men ustozga aytayapmanki, bu ismni bugunoq o'zgartirish kerak. Bu ism bilan dargohga borib bo'lmaydi. Bundoq ismlarni almashtirishlik shariatda vojib hisoblanadi. Nimagaligini aytaman. Alloh subhanahu va taolo sizni bizlarga bergan farzandlarni, birodarlar, tepamizda haqqi bilan dunyoga keltiradi. Haqqi bor. U haq degani qiyomat kuni hisob kitobga, savol javobga ro'para qiladigan haq deb aytilinadi. Jumladan sizni bizlarni farzandlarimizni tepamizda haqqi bor. Bu haqlarni birinchisi xoh o'g'il bo'lsin, xoh qiz bo'lsin, ana shu farzandga chiroylik, ma'nolik, dunyoyi oxiratda hijolat bo'lmaydigan ism qo'yib tanlashlik farzandlarimizni birinchi haq.